Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu omochimizni 120 ot kuchi, 140 ot kuchigacha tepasi torta oladi. Eng pasti 120 ot kuchi. Razmeriga keladigan bo'lsak, mana bu joyi bundan ko'ra bu uzunroq. Mana shu joydan mana bu joyiga dovur 1 metr, 3 metr 40 santimetr. Mana shu joydan bu joyga dovur. Keyin xonani ko'ryapsizlar. Bu 90 ot kuchi. Bundan 1 metr kalta. Bu 4 plus 1. Lekin biri yo'q. 4 tali u ham. Moslab qo'yilgan xolos. Bu narigi 90 ot kuchini tepasi tortsa, bunimiz 120 ot kuchini tepasi tortadi. Kimga kerak bo'lsa, mana so'raganlar uchun shunimiz hozir 120 ot kuchi, 140 ot kuchiga dovur. Bunimizni raqamiga keladigan bo'lsak, 430 mana. 430 nomerlik omoch. 430 raqamli omoch. Shu bu 120 ot kuchiga ega omochni nimasi. Endi 90 ot kuchiga ega omochimizniki mana 420 ot kuchi. Bu 90 ot kuchi, 100 ot kuchi tortadigan omoch. Buni ko'ryapsizlar, kalta. Nariginisi 1 metr uzun hisoblanadi. Uzun o'lchab ko'rdim. Omochlarni hozir ko'rsataman. Mana buni ichidan olib turib ko'rsataman. Aziz do'stlar, mana omochimizni bir tomoni 92 santimetr ekan. Mana bu joyi mana 47 santimetr ekan. Mana 47 santimetr. Do'stlar, bo'yiga keladigan bo'lsak 40 santimetr ekan bo'yi. 30-35 olaveradi chuqurligi xudo xolasa. Do'stlar, 68 santimetr ekan bo'yi. Pastdan tepaga dovur. Lekin teshigiga dovur hisoblaydigan bo'lsak 55 santimetr ekan. Teshigiga dovur hisoblaydigan bo'lsak, mana bu qo'lim turgan teshigiga 57 santimetr ekan. 57 santimetr chiqib turar ekan tepaga. 57 santimetr u yog'i bo'lsa, bu yog'i mana 16 santimetr. 16 santimetr mana shu joyigacha ekan. Mana shu joygacha 16 santimetr, 15 santimetrdan deng, 15 santimetr, nari 57. 55 bo'lganda ham 60 70 santimetr. Mana buni bu yog'i 70 santimetr, 73 santimetrgacha bo'lar ekan. Aziz do'stlar, 120 ot kuchini omochi qo'yadigan bo'lsangiz 73 santimetrgacha kelar ekan. Mana shu joygacha kelar ekan. Mana shu joygacha kelar ekan. Hop, mana shu 120 ot kuchi, 140 ot kuchiniki. Omoch, ana shu omoch shuniki. Yana bitta ma'lumot. Mana tuymasi bitta, ikkita, uchtasi 120, 130 ot kuchiniki, 90, 100 ot kuchiniki bitta, ikkita bo'ladi. Uchinchisi bo'lmaydi. Endi orqa ko'rinishini olaman. Orqa ko'rinishi do'stlar mana shunaqa bo'ladi mana. Mana bu tarag'i ushlab turadi, kontrol qilib, bu yoqqa ketib qolmasligini hisobiga. Orqasi mana bu bunaqa holatda qilingan. Do'stlar, orqa ko'rinishlari mana shu orqa ko'rinishi bu 130, 120 ni tepasi. 120, 130, 150 ot kuch torta oladigan omochlarimiz. Aziz do'stlar, sizlarga iloji boricha ma'lumotni berdik. Xudo xolasa, iloji boricha ma'lumotlarni berdik. Santimetrlarga o'lchadik. Bizga aloqaga chiqaringlar. 91 160 88 77 nomerlarimiz. Yozib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga omad.